Mana endi davramizda bugun Pak Muhammad akamiz, Zuhra onaxonimiz xonadonlarida katta shidalay, katta muborak to'ylar. Avvalambor bugungi shu boshlayotgan to'ylarim muborak bo'lsin deymiz. Bugungi mana shu kelgan barcha aziz mehmonlarimiz, kelin-kuylarimizga, baxtli kechamiz, baxtli yoshlarga o'zlarining shirin tilaklarini bildirib, afv-aytganlarini berib bugungi kechamizni boshlab berishga Pak Muhammad akamizni, Zuhra onaxonimizni va xudolarimiz bilan Selnugul kelinimizni ota-onalar kelib o'tiribdi. Xudomiz Beknazar og'amizni, Tozagul xudoylarimizni va birgalikda Murunduq otamiz va Murunduq onamiz, Ali Murunduq otamiz, Nargiza Murunduq onalarimizga bir chiroyli ta'sirlar va sho'xalaman daramiz taklif etib qolamiz. Bulardan ham kelgan barcha mehmonlarimizga, ul-qizlariga shirin tilaklarini bildirib, afv-aytganlarini berib, bugungi kechamizni boshlab bersalar. Marhamat. Beganaga keling marhamat. Beganaga keling marhamat. Begana to'g'ri so'rab, begana to'g'ri, keling marhamat, begana. Keling marhamat. Rahmat. Aytaversin, ko'p ko'rgan ko'zlari. Nasihat qo'yarib aytgan so'zlari. Bugun mana shu to'yimizning xursand bo'lib yurtdingizlar. Hurmatli Bekan aka, to'ylarim muborak bo'lsin. Onaxonimizning to'ylari muborak bo'lsin. Bekan aka, mana shu kelgan barcha aziz mehmonlarimizga, kelgan barcha qarindoshlarimizga, ul-qizlarimiz, aql chovuqlaringizga bir shirin tilaklarimizni bildirib kechamizni boshlab bersangiz marhamat.
Günümüzden kelimiz. Kudadan çakırdı. Kuda başta aytadı bunu. Kudan keyin kağanlar. Kuda ata-analarına aytadı. Hürmetli günümüz. Azamat kelimiz. Ölüm var. Buna koşulup atkan ekan, koşağınızdan koşağarınlar. Gülgüzlerinizden günü bölsünler. Uğurlu boğunlar. İki hakkada, iki hakkın yerine de hizmetinizi yürüye bulayım. Kutlu merak boğay. Ne konuşunuz? Köpke sozluğay. Gülgüzleriniz kuvay, gülgüzlerinizden kuvay, günü bölsüne ister bulayım. Hürmetli mimarlar. Elimden hem kelinin nikah toyunda keyip otkan ekansizler. Kelgalarınıza rahmet. Sizlerden şunday toylarga jetkizge kudayım. Sizlerden toylarınıza bizlerin mezban bolup otkayım. Ekibinde toylarını yalып atkan ekenler. Şu toyda açık dep elan kılaman. Oynanlar, külünler, tamaşa kılınlar. Kudagaydalar, tanışınlar, tanışma görmekleriniz olsa. Hemmesi mübarek boğay kudayım. Oğundan başlangan boğay, şu oğundan kete birgey. Yaxşı. Qasırlı bo'lsin, otaxonimiz Bekan akamizga rahmat, tilaklariniz qabul bo'lsin. Kechamizni boshlab berdi. Kecha sizga avvalambor xush kelibsa, to'ylar muborak bo'lsin yoshlarimizga. Keling, kunlarimizni shirin tatamiz. Marhamat. Avvalambor to'y qatnashchilari, assalomu alaykum. Mana bugun qaynimiz bilan Paxambat kelnar quvonib to'y berib atar ekan. Xudoyim to'ylari qutlu bo'lg'ay. Shu qo'shilib atirgan balamiz bilan kelinimiz baxtli, avzbirchilikli bo'lg'ay. Mingan tavlari baland bo'lg'ay. O'zlarining o'yni bo'skay, xudo-xudogalar hammaga shu to'ylar qutlu bo'lg'ay. Beyinneke yalla to'yinda bo'lsa, endi güzel amalchilik bilan alla to'yinida qatnashaymiz. Baxtli bo'linglar, yekijash. Hammaning to'yiga yetsin. Rahmat, qasirli bo'lsin, hurmatli yengamizga rahmat. Endi daramizning navbatimizni mana bugun kechamiz aziz mehmonlarni, ul-qizlarni o'zlarining shirin tilaklarini bildirib, aqbachalarini berib, hurmatli kelin-kunlarimizning ota-onalari bor. Pak Muhammad akamizni, yanada daramizning Zuhra opamizni va Xudomiz Beknazar aka tazoglab davramizga kelinglar, xush kelibsizlar. To'ylar muborak bo'lsin, shirin tilaklarimiz. Marhamat. Ter to'gib ishlari to'ylar bersam deb, farzandimiz Azamatjonning boshini ikki qilsam deb, shunday ullu to'ylarni boshlayotgan hurmatli akajon, to'ying muborak. Marhamat, shirin tilaklarimiz. Rahmat. Men balam Azamat, kelinime baxt tilayman, men qattiq quvonchdaman, Qaratayaga baxt tilayman. Ekijas baxtli bo'lsin. İmanlar bana oturgan suların uylarına, toylarga baryapsizlar. Hammaga men baxt tilayman, baxt. Rahmat, qasirli bo'lsin, iltimos hurmatli otaxonimizni endi Beknazar aka kelasiz. Undan keyin onaxonimizga beramiz tilaklarni. Avvalambor Beknazar aka mana shu xudo-xudogalar muborak bo'lsin, yoshlar baxtli bo'lsin. Azamatjon kuyov bo'lamiz, shu farzandingizga, ulingizga va xizmatlarga yursin. Marhamat, tilaklarimiz. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, uzoqdan yaqindan kelgan og'ayni tuğanlar. Bugün Azamat'ın bizim kızımız, Azamat oğlumuz, soların baxt toyuna jinalıp otur ekanmiz. Şu baxt toyu qutlug' bo'lsin. Solarga uzoq umr, terin insolar, ishqiz baxit, alda vaqtlari şu ata-onasining oldida hadal xizmat etib, ularning ata-onasi ularning qiziqlarini keyin ko'rib, bular ata-onalarga hadal xizmat etib, şu yuraversin. To'yimiz shaqasi ming bo'lsin. Şu bugungi to'yimiz qutlug' bo'lsin hammaga. Rahmat, qasirli bo'lsin, xudomiz ham. Zuhra opa, marhamat keling. Kelgan barcha mehmonlarimiz, ul-qizlarimizga shirin tilaklarimiz. Marhamat. Mineki kızımız Zernegül, balam Azamat, ikkovinin neke to'yina kelib o'tgan ekanmiz. Kelib o'tirgan ekansiz, dayim. İki jas baxtli bo'lsin, ibirli shibirli bo'lsin, dayim. Kelib o'tgan ag'ayn tuğanlarga, qo'ns ko'valarga, qurbi qurdoslarga hammaga rahmat aytaman. Ben tübe bir şakası ming bo'lib, o'ynab kulib, Xudoyim baxtli semyalarning biri bo'lib yetishib juravergaysiz. Xudoyim mana shu yalla to'yi bo'lsa, Xudo qalasa endigi yil alla to'yini o'tiravergan shunday bo'ldi. Rahmat, qasirli bo'lsin, hurmatli Babamız Azamatjon, qizimiz Zernegül'ün nikah kechasida o'tir ekanmiz. Bu 2 yoshga uzoq umr, baxt, saodat,
kurayotgan ailesinde baxtlı hayat geçirişine çın kalbimden tabriklayman ekoni. Kudayım uvvetli, çibirli boğay. Buna atamaların aldında hada hizmet etkay. Bugün mene Allah toyunda oturgan bolsak, endigi yalla toyunda da oturup beşik toylara mübarek bolup Kudayım Zuhra bilan Pak Muhammad Ağjuzlu Abrali uşlarning yaxshi kunlarida xizmatida bo'lg'ay. Yig'ini qutlug' bo'lg'ay Xudoyim. Hammani shunday yaxshi kunlarga, yaxshi tilaklarga, yaxshi niyatlarga yetkazaversin. Hamma aqayn tug'alarga hammasina rahmat. Xush kelibsizlar. Yaxshi o'tirib, yaxshi ketinglar. Hammasini to'ylaringiz tabarak. Baxtli mayning. Rahmat qasalar bo'lsin. Hurmatli mana Xudoy opamiz Tazog'lapa rahmat sizga. Endi Beknazar aka Tazog'lapa azamla Murundiq atamiz, Murundiq onamiz ham shirin tilaklarini bildirsin. Undan keyin sovg'alarni birgalikda borib sovg'alar topshirib qo'yamiz. Maqtasam so'zimga inongin kelin. Zo'r Murundiq atala onali bo'lding quvongin kelin. Farzand sen farzanddek bo'lgin kelin. Davramizda Murundiq atamiz, Ali Murundiq atalari, Nargizaxon Murundiq onalarimizga navbat bersak. Marhamat shirin tilaklarimiz. Balamiz Azamat, kelinimiz Sernogul, bir yandan qizimiz. Sizlarga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Bu yil yalla to'yida o'tirsak, kelasi yil alla to'yida o'tirgaymiz. Uzoq umr, baxt, saodat, sa'at, salomatlik tilayman. Baxtli bo'linglar. Balam Azamat, qizim Sernogul, sizlarga baxt tilayman, baxtli bo'linglar. Endi azimat sovg'alar bor ekan, sovg'alar topshirib qo'yamiz. Chiroyli qarsalar va sho'xalar bilan birgalikda marhamat ota-onalarimiz ham birga boradi. Zuhra opa, birgalikda boramiz. Marhamat. Qarsalar va sho'xalar. Abba sürüp götürüp. Avun mehriban beradi, mehriban. Mehriban. Ha? Nima? Adam vurup. Suratga. Avjon, ne Pak Muhammad? Ay Zuhra. Bunaqa kim? Shahnoz singlimiz davramizda kelin-kuylar o'z o'rlaringizga borib turinglar. Kelin-kuylar o'rlaringizga borib turing, kelin-kuylar. Voqea siz davramizda qolib, shambaskida ochiq shunday. Kelin-kuylar o'z o'rlariga borib turing. Sovg'alar bor ekan, mana shu onaxonim sovg'alar topshiraversin.
Piyu takayım onu. Endi rahmat, oramizda turgan hurmatli ota-onalar, hurmatli ayapolar, hurmatli xudo-xudog'aylar. Savollar topshirib qo'ygan bo'lsa, o'z o'rnimizda o'tirib olaylik. Go'k yigitimiz Shamozga ochildimi? Go'k yigitimiz. Qasırlar shu kunlar o'tsin. Apa, biar karam. Shirin tatar. Akgul bizniki, qizil gul sizniki. Xafa bo'lmang Xudojon, chicham inni bizniki. Akay chichay sizni tabriklayman. Qasırlar va shu xayollar bilan mana bugun shu singlimni shahlosa. Qasırlar va shu xayollar bo'lsin. Keling kunlarimiz baxtli bo'lsin, qo'shaqarisizning to'ylari muborak bo'lsin. Endi davomimizda mana bugun navbatimizni
qancha gaplarda esga solib o'ylab qoladi. Shunda qancha gaplarda esga solib o'ylab qoladi.
Aslanım,
Davramızda mana Azamattin klasının balalarının hurmatiga Niyatulla hamda Aybeklarning atidan bo'ladi, hamda G'ulomjonning atidan bo'ladi. Marhamat, zamonaviy qo'shiqlarimiz.